hazırı. Zerekçaqlarning qimmatli kitobini izlab tepish uchun Xaybov atritidagilar Yeshillik shahridan ayrilib, sharqqa qarab ilgirlamoqda edi. Oxiri birdam oram elib oladigan bo'ldim. Yana jiddiy ahvol ko'rilibdi. Qaranglar, u yerda bir to'xtovga tushib ketibdi. Jiddiyleşmanglar, mening karomatimni ko'ringlar. Aslida sening isming Uchar to'q ekanda, teshikma mening ismim Gudu. Xaybov, o tuxum tug'moqchi ekan. Mening qo'zig'imni ichib turadi. Undaq emas. O mening ismim Uchar to'q emas deydi. Aniqla Uchar to'q deb yozilibdi-ku. O uchishni o'rganibdi-da. To'g'ri qanday uchalısan? Meydan küçük növbeti yeni bana kepti. Poqitim sizlerinin uçuratmanlar bir uçar toku dep atıldıgan kuş. Yak. Uçar kuş dep atıldıgan kuş. Hatta uçar kuş dep atıldıgan kuş onun parameti bolsa asta tokum kamidi. Köpçülük, hayırlık genç. Zerekçaqlar tekshirish asbobidan chetga chiqdimi nima? Aslida u to'q emas ekanda. Uchar qushning deyishicha, u kichigidagi to'qolar bilan birga turg'achqa o'zini azaldan bir to'qo deb qarab ketdi. Bir kuni tuyuqsiz bir kichik qush kelib, uning bir qush ekanligini aytibdi. Uchar qush betli qush bo'lib ketibdi. Uchar qush uçmoqchi bo'layotganda daryoga tushib ketibdi. Bichara uchar qush, biz yo'qib seni uchishga yordam qilamiz. Yaxshi bo'ldi. Başlayaq, siz yana qanday shunday o'ylayapsiz? Men bu to'g'oni menga ucholmas qilib etdiman. Lekin to'g'ri degan aslida ushamaydigan tursa. Sen nimani bilsan? Faqat u to'g'ri ucholmasa, Xaybov atritidagilar davomli qoldi, uni uchishni o'rgatdi. Xaybov atritidagilarning hammasi yerib oldi ketgan, biz ularga to'g'ri hujum qilamiz. Başlayaq, siz rostla kelishganchimi? Kelishgan bo'lmasa, men texmi kelishgan. Uchar qush qarg'ana kichik aeroplan. Pipi, u degan aeroplan. Uchar qush ismim Uchar to'q emas deydi. Men uni Uchar to'q demedim-ku. Bo'pti, kichik aeroplan. Uchar qush qara, u qoq ekan. Uchar qush qara, u yolg'izgan. Uchar qush qara, Xaybov keldi. Uchar qush qara, yana bir aeroplan uchib o'tib ketdi. Uchar qush, sen bu hayvonlarning qanday qushqinni ko'rdingmi? Qo'rqoqay. Sen keldi, g'ayrat qil. Tayyorlanib bo'ldim. Kelib. G'ayrat qil. Bu rostla bir qushmi? Uchar qush, yo
yana bir uçup bak. Biz başqacha amal tepishimiz kerak. Qo'yib manisa. Hozirgi qiyofatingni saqlab chiqing. Anısı qo'yib be. Kerak. Amal tapdım. Sizler ziyrekçiklerini teşhir hesabınlarını bana verip durunlar. Tapdım. Benim ziyrekçiklerini teşhir hesabım. Uçar koş, uçup görüp bak. Ahır kaldık. Uçar koş, yürüysün. O fakat yeni bir kaç kadın meşgusula başka kuşlarga o'xshash katta parvoz qila oladi. G'ayrat qil. Nima? Bu to'g'ri shuncha tezda uchishni o'rganibdi-ku. Başlık, hem de kaldı kılımız. Nimaga aldiraysan? Men kishini mapdan qiradigan kelishgan cho'cho tursam, men anga bir tayyorlik qo'ygan. Bu kadar narsa. Bu cho'malash sehrli o'nimga ega. Uning ismini bilmayman. Bilmeymen. O to'g'ri faqat bu ko'malashni yesira, uning qanday o'gasimi u uchishni o'rganolmaydi. Bali, o'zgar. Sen Zumruq, bu ko'malashni sana topshirdim. Uçar koş yanıma egizira chiqin. Uçar qo'sh, o'tinib qala, yiroqroq chiqing. Uçar koş sana ne bo'ldi? Yana bir necha qayta mashq qilsang sen qushlardek ucha olaysan. Uçar koş, sen neymiş uçmaysan? Oran deganda mo'shinchilik ushqudek bo'ldi. Kukuta. Sayt keldi. Çocuğum. Sevimli Xayba atirda ko'rishmagina uzun bo'pti. Men yana yiliga kishini mapdan qiladigan kelishgan cho'cho bo'laman. Bu qitim qichib kelamiz deb ham xayol qilmanglar. Zalik zamburug' ular ushlantirishga ta'minni tetib qo'y. Qo'yib manisi. Hozirgi qiyofatingni saqlab qo'y. Başlık karan, ilgi tohu uçtu. Nima? Bu mumkin emas. Voy, pek yaxshi bo'ldi. Uchar qush oxiri uchishni o'rganib oldi. Sizlar aldirib qush bo'lib ketmanglar.
qalsızlığını oylasak qaptı ekanman. Pipi, sen bizning direktaklarni tekshirish asbobimizni qanday qilmoqchi? Mening projnamchi. Uni gavatmagansan. Bu qaranglar, osmonda aeroplan bor ekan.